turasizlar. Kattatarin kimligimiz Turkiyaga cho'ponlarimiz. Kattatarin kimligimiz Avropaga göçmenlarimiz. Kattatarin kimligimiz mamlakatga bechoralarimiz, ochlarimiz. Kamralar keladi, ochlarni ko'radi, kamralar keladi, cho'ponlarimizni ko'radi. Bu bizga bu tarixiy nimamiz, arzishimiz emas bizda bu. Biz bu emasmiz. Bizning voqeatimiz boshqa. Hakikaten do'stlar, bilmayman, bir toifa bor xalqimizdan istamaydilar, bizni begona, bizni dushman fikr qiladilar. Bir toifa bor siyosiy raqib fikr qiladi. Bir toifa borki bizda haqiqatan faşist shunday yomon radikal insonlar ko'radilar. Bizda asl kelib tanigani yo'q, Iroqimizni tanigani yo'q. Bizda amacımız tarixiy Turkiston, imorati Turkiston, Cumhuriyati Turkiston, xalqlar o'rga yashasın, majlislar bo'lmasin, hammamiz birlashaylik, bir bo'laylik, voqeatimiz, haqiqatimiz bir bo'lsin. U majlislarga she'rlar o'qilsin, u majlislarga adabiyot suhbat bo'lsin, u ko'chalarimizga odob, muosharat, odob, usul bo'lsin. Javonlarimizning yuziga nafrat bo'lmasin, kulgu bo'lsin. Mo'ysafetlarimiz borib ibodatlarini fikr orom bilan masjidlariga qilsin. Ana bu yomon bir da'vo. Bunga muxolifat qiladilar. Bu yomon bir narsa. Bu hech bir qavmga ham zarar bermaydigan bir voqea. Kelsin tojikga ham kelib masjidimga namoz o'qiy oladi. Boshqa dunyo kelib o'qisin. Meni bilan sayohat qilsin, birodar bo'lsin. Ammo meni voqiyatimdan, haqiqatimdan, haqqimni qabul etgandan sonra, meni qabul etgandan sonra chun bir botloqqa botganmiz, chuqurda ichigamiz, chatalliklargamiz. Har qanchaki talosh qilamiz, yana bosilamiz. Bosadi bizni, o'zimiznikilar oyoq boshimizga uradi, o'l deydi. Yo tushirga deydi. Haqiqatan fikr qiling, 10 yilmi, 15 yilmi eng aktivini faoliyatini ayting, 8 yildan beri mana shu javonlar 10 yildan beri bag'rada. Bitta jiddiga olayotgan insonimiz yo'q, bizni yiqqani yo'qdilar. Ke Turkiyaga qayni seni Avropaga yiqaymi, mamlakatga yiqilasan, qayerga yiqilasan, ki dardingda degan inson yo'q. Ay bular TikTokka gapira ketadi, WhatsAppga gapira ketadi deydi, charchay ketadi deydi, ammo biz charchamaymiz. Biz ishq bilan bu yo'lga chiqqanmiz, ishq bilan chiqqan yuraklar charchamaydi. Rahmat, salomat bo'ling.